onajon, siz yig'lamang ona, o'lkasi yo'llar yig'ladi ona. Alhamdulillah mana shunga joyga yetkazib, 5 yil timoqdan tashlab ketib, 5 oyda ichi Alloh taolo shu narsaga eshitib qo'ygan, alhamdulillah deydi. Mani 130 ming vaqt isham bu, lekin million odam ko'radi. Shunaqa narsalar dasturli bo'lib, sizlarni fikrlaringizga o'nglarga kirib borayotganlarim uchun dasturli bo'lib, mana shu narsadan xursandman. Gaplarim ko'p ketdi, ko'p atrofga demanglar. Hayotimdagi bo'lgan narsalarni aytib beraman. O'yinga bitta sizlar. Xuddi o'yindagi kabi, hayot ham bu o'yin. Yo yutqazasizlar, yo yutasizlar. Yo kaza bo'lasizlar, yo kut bo'lasizlar, yo mushuk bo'lasizlar. Hayotda faqat o'zlaringiz. Shu narsani bilinglar, hayotni yutish kerak. Hayotni yutib chiqib ketish kerak. Past-balandni ko'rib, oppoq qorani ko'rib, hayotni ko'rish kerak. Hammasini ko'rish kerak. Yutqazib qo'ysa, nimadir narsadan afsuslanib qolmanglar. Agar musobaqalarni yutqazsam, men afsuslanmayman.